Birinchi o'rinda onani qabul qilish kerak. Ya'ni onangiz yo'llarini, onangiz o'tgan hamma hayotlarini, nimalar qilganlar hayotlarida, qanaqa yashaganlar. Asosan biz onamizni qabul qilolmaymiz. Nega bunaqa yashadi, nega bunaqa o'zini tutdi, nega bunaqa yo'l qildi, ya'ni boshqacha yashasa bo'lardi-ku deymiz. Shunda bizda uni hayot takrorlanadi. Chunki biz yashab o'tib his qilib olishimiz uchun qanday yashaganini, nimalar qilganini mana o'zingiz hozir chiqib ketolmaysiz-ku, xuddi shunaqa onangiz ham chiqib ketolmagan. Hozir bilimlar bor, u paytlarda bilimlar bo'lmaganda onalarimiz hayotida. Birinchi o'rinda onani qabul qilish va keyingisi o'sha erkaklar bilan erkaklarni buyukligini tan olish. Erkaklarga nisbatan o'sha xayolan man seni tan olaman deb uzoq muddat o'sha erkaklarni ko'rganingizda aytib yurishingiz kerak ichingizda. Man seni tan olaman, seni buyukligingni tan olaman deb aytishingiz kerak bo'ladi. Va shu bilan birgalikda o'zingizga istagan master bilan ishlab, ya'ni coach ishlashingiz kerak. Konsultatsiya va coachlar orqali bu jarayondan chiqib ketsangiz bo'ladi.